Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Aziz Rajabov, Umid Iskandarov, Aziz Rametovlar. Uncha lamacha qilasan. O'shalar ham taniqli aktyor-ku masalan. Endi aktyor emasda, realni qarasa aktyor emasda. Men aktyor sifatida tanilmayman. O'zbekiston doirasida qanaqadir sredniy уровеньda aktyor-da, misolga qarasa Umid Iskandarov umuman aktyor emas. Endi Azizlar rol o'ynashni avval o'rganish kerak. Ular Gollivudga tortadigan bitta manman-da. Kim tortadi? Ulug'bek Qodirov tortadimi yoki kim Aziz tortadi? Misolga mirovoy darajadagi uruym bilan qarayman mani yuzimga. Misolga ko'pchilik kritika qilyapti, lekin men O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lgan, ehtimoli bo'lgan mirovoy kinoga chiqishi mumkin bo'lgan men лицом analiz qilayman. Bitta manmanda, realniy misolga bu без прикола aytaman. U bola o'zi aktyor emas-da, uni qarasangiz. Просто endi omadi kelib bir kinolarda chiqib qo'ygan deb o'ylayman, lekin birorta bir qarasa Alisher Uzoqov misol uchun umuman aktyor emas shu bolalar. Akajon, to'xta, nima dori ichasan-eng? Endi menga dori ichmayman. U ichma o'sha dorini-da. U umuman aktyor emas deb tashlaganing. Qachondir tan olish kerak-ku, aka muxlislar, faqat meni o'zimning muxlislarim bor, ularni umuman tan olmaydi misol. Yo, cho'kasanmi nimadir?